Kitob bu bilim, tajriba va g'oyalar manbaidir. Ular bizga dunyoqarashni kengaytiradi, hayotga boshqacha nazar bilan qarashni o'rgatadi va ruhiy jihatdan boyitadi. Assalomu alaykum aziz kitobxon. Uyimdagi xazina loyihasining bugungi manzili Kasbi tuman, Baydoqchi qishlog'i, Obod Nukus mahalla fuqarolar yig'ini qoshidagi 11-umumta'lim maktabida tadbirkor Hayitov Nurzod tomonidan qurib topshirilgan kutubxonaga tashrif buyurdik. Ta'lim maktabining boshlang'ich sinf o'qituvchisi Dilafruz opaga savol bilan yuzlanamiz. Kitob anglab o'qilganda o'qigan insonni anglashga undaydi. Shunday emasmi? Ha, juda to'g'ri aytasiz. Men mana 11-maktabda boshlang'ich sinflarga dars berib kelaman. Mana 2 yildirki mana shu maktabimizga kutubxona qurildi. Bu kutubxonani tadbirkorimiz Hayitov Nurzod tomonidan qurib berildi. Biz barcha o'qituvchilar va o'quvchilar, hatto qishloq ahli ham tadbirkorimiz ishidan juda ham mamnun bo'ldik. Men hozir darslarimni ko'proq kutubxonada o'tishga harakat qilaman. Chunki bolalarni yoshlikdan kitobga bo'lgan qiziqishlarini oshirsak, ertaga ularni kelajakda yutuq inson bo'lishlariga albatta kitobning foydasi juda katta bo'ladi. Ustozni ishidan xursand bo'lgan tarzda unga o'z minnatdorchiligimni izhor etish maqsadida 4 qator she'r yozganman. Hozir o'shani o'qib berishni so'rayman sizlardan. Nurzod degan bir fermer bor Baydoqchi elida. Tadbirkorligi uning odamlarning tilida. Magnum Haydar, Yer Haydar dehqonchilik qiladi. Chorvachilikning sirin hammasini biladi. Yaqinda fermerimiz yangi ishga qo'l urdi. Maktabimiz yonidan oynaband bino qurdi. U binoning ichini kitob bilan to'ldirdi. Bolalar bilim olsin deb kitoblar keltirib berdi. Rahmat, ishlaringizga omad tilaymiz. Kutubxonani ochishdan maqsad bugungi kun yoshlarimizga kitobga bo'lgan qiziqishlarni uyg'otish, ularni bilim salohiyatini oshirish maqsadida tashkil qilindi. Bu kutubxona ochilgandan buyon biz a'zomiz. Bu kutubxonada men juda ko'plab kitoblarni o'qiganman va ulardan Zulfiya xonim kitoblari, Asqat Muxtor kitoblari va odob axloq kitoblarini ham juda ko'p o'qiganmiz. Bu kutubxonada juda ko'p xohlagan kitoblaringiz bor. Juda ko'p kitoblarni o'qiymiz kutubxonada. Ko'p yeb turamiz. Bizga kerakli bo'lgan kitoblarni shu yerdan qidiramiz. Kutubxonachimiz bizga har bitta kitobni o'zlari topib beradi. Hayqiraman tog'lar bag'ridan. Gumburlagan sado keladi, ona yerning otash qaridan o'qilim degan nido keladi. Ushbu maktabning yana bir o'qituvchisi Mo'minov Pirim Ochiyevichga savol bilan yuzlanamiz. Aytingchi, mana shu kutubxona haqida, faoliyat haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz. 2024-yil qishlog'imiz Obod qishloq dasturiga tushgandan keyin maktabimizning sobiq o'quvchisi hozirgi kunda tadbirkorlik bilan shug'ullanadi. Bizning fermer xo'jaligi ham bor. Shu kutubxonani Obod qishloq dasturi asosida qurib berdi. Mana shu namunali zamonaviy kutubxonani qurib berdi. Hozirgi vaqtda kutubxonamizga 3000 ga yaqin badiiy adabiyotlar bor. Barcha badiiy adabiyotlar topish mumkin. O'quvchilar mana shu badiiy adabiyotlardan va darslik kitoblardan foydalanib o'z bilimlarini oshirib kelmoqda. Zamon talabiga javob beradi. Xohlagan kitobni, darslikni, kitobni topishimiz mumkin. Maktabimiz barcha o'quvchilari a'zo bo'lgan. 400 ga yaqin o'quvchilar bor. 400 ga yaqin o'quvchilar hammasi a'zo bo'lgan. Rejim asosida sinf kirib, darsdan keyin mana shu o'z bilimlarini oshiradi. Badiiy adabiyotlardan foydalanadi. Kutubxonachi faoliyat ko'rsatyapti Ahmedova. Juda yaxshi faoliyati. Kitobxonlar konferensiyalari, keyin kitob taqdimotlarini o'tkazib turadi bu kishi. Xursandmiz. Rahmat, ishlaringizga omad tilaymiz. Rahmat.